Hop, kattalar bugun sizlarga Fibonacci strukturasini tushuntirib o'taman. Fibonacci tradingdagi eng oson va eng profitable struktura. Undan oldin sizlarga uptrend bilan downtrend tushuntirib beraman. Ya'ni tepaga, pastga o'shanaqa. Mana masalan trend bayda masalan. Mana trend bayda masalan. Bu yerda Fibonacci tortish uchun B nuqta, ya'ni eng minimumdan C nuqta, eng maksimumgacha tortiladi. Mana B nuqtadan C ga tortamiz. Mana 0.618, ya'ni D ga qaranglarmi? O'sha D nuqtadan biz bayga ishlasak bo'ladi, ya'ni tepaga. Sotib olsak, aytgan joyimizga chiqib beradi. Endi siz downtrend tushuntirib beraman. Downtrend pastga xuddi shuni teskarisi. Yani Fibonacci xuddi shunaqa. B dan C ga tortamiz. Osonroq tushuntiraman. Mana masalan, B nuqtadan C ga tortamiz. 0.618. Mana shu zona. Mana shu zonadan bemalol sell ishlasa bo'ladi. Ancha foydaga chiqadi. Hozir buni grafikda ham tushuntirib o'taman. Bu Euro USD 4 soatlik time frame. Mana eng minimum nuqta. Ko'rishingiz mumkin, mana trend uptrend dama bu yo'q. Oldingilarni ko'rsatib o'taman-da. Mana eng minimumdan mana maksimumga tortamiz. Mana ya'ni 0.618 zonaga qaranglar. Shu yerdan bayga kirsanglar, narx normal yurib bergan necha punkt? Bir butun 92dan 147gacha yurib beribdi. Ya'ni 8 necha punkt? 55 punktlar yurib beribdi. 55 punkt yurib beribdi. Shu yerda foydaga kirganlar, shu yerda bayga kirganlar aniq foydaga kirib ketgan. Shunaqa narsa Fibonacci eng oson chizishni bilsanglar, keyin bo'lmaydi. Mana bu yerda yo'q ekan Fibonacci. Bugungi darsimiz shu oson. Eng osoni shu Fibonacci. Faqat Fibonacci'ni o'zida ishlasang bo'ladi. Mana bu time frame ga qaraymiz. Bunda ko'rishingiz mumkin downtrendda. Eng maksimumdan minimumga tortaman. Mana 0.618 zona. Shu yerda sellga kirganlar kamida 60-70 punkt yurib beradi hali yana bozor ochilgandan keyin. 0.618 zonamiz mana.
Şimdi 618 o'ynaymiz. Mana shu yerdan 126 23. Shu yerdan selga kirganlar hozir 113. Hozircha 13 punkt tushib bergan. Hali yana tushadi bu. Narx tushib ketaveradi. Mana shunaqa Fibonacci oson strategiya. Bilmasanglar bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar.